dadamni Rossiyaga kuzatib qo'yardim-da. Ukam, dadam Rossiyaga ishlayotganda ketardi. Keyin uyga borib yig'lardim. Uyga borib yig'lardim. Musofir yuribdi otam, ukam ishlab. Xudo menga shunday imkoniyat berganki, Alloh meni shunday qodir qilganki, shular bormasin shu yoqqa derdim-da. Men Xudodan eng ko'p so'raganim ham shu bo'lganki, shular bormasin, shu begona yurtlarga, begona joylarga bormasin. Yonimda yursin derdim-da. Va men eng katta mana shu Alloh bergan omaddan eng xursand bo'lgan narsam ham shu bo'lganki, ukam shu yerda o'zida mana hozir ishlab, u yoqda yurgandan yaxshi pul topyapti-da, bo'lar ekan, qilsa bo'lar ekanda. Otam ham masalan, menga keksalik gashtini surib yuribdi-da. To'g'ri. Ma'lum bir yoshgacha baribir ishladi-da. To'g'ri. Qiyin ish. Qiyinligi oson bo'lmadi. Men hamma ham shunaqa o'ylaydi baribir, otasi, jigarlari to'g'risida. Hamma ham shunaqa o'ylaydi. Inson borki shunaqa o'ylaydi. O'sha narsadan ko'p o'ylardimki, tepani shu kuzatib qo'yib o'zim yig'lardim-da. O'sha poyezdlar yurib ketgan paytda yuraklarimni bosib ketardi. O'sha g'ildiraklarim taglarida g'ururim, nafsoniyatim, yuraklarim shu poyezd g'ildiragini taglarida qolib ketardi-da. Chunki men o'sha paytda qodir emas edim-da. Ota, yo'qsa uka, to'xtang deb qolish